3. Aziz do'stlar, Jizzax viloyati qayerdan eding? Baxmal tumanidan. Baxmal tumanidan 17 yashar ukamiz yaqinda maktabni bitirib, hozirgi kunda litseyda o'qiydi. Sodiqjon ukamiz mana shu gusinchali traktorimizni ixtiro qildi. Qancha vaqt ketdi uka? 2 yilcha vaqtim ketdi bu apparat yasagancha. Qani bir tushuntirchi menga, qani nimalari bor? Keyin radiatordan boshlaylik. Radiator ko'rinib turibdi, birinchi o'chiribdi. Radiatori Nexian radiatori qo'yilgan, motor Tikon motori qo'yilgan, unga Matiz'ning korobkasi ulangan. Matiz'ning korobkasi ulangan. Bu o'zi kuchsiz bo'lib qolmasligi uchun keyin bu yoqdan Nivani razdatkasi qo'yilgan. Undan keyin eng baquvvat Volgani zadimosti qo'yilgan. Menga qiziq, men bularni ham o'zing yasadingmi? Bu hammasi bittalab qo'l mehnati. Hammasi bittalab qayrilgan, svorkalangan. Balonlari Tikoni balonlari. Tikoni balonlari. Gap yo'q. Endi uka, men bu yerga mana buni qo'yibsan. Bu nima ekan? Bu haqida bir ma'lumot berib bor. Buni yasashga 7 oy vaqtim ketdi. Bu piyoz ekadigan apparat. Bu kapelni bo'ladi. Buni ekandan keyin orqasidan hali unisini qo'ymadim, lekin bu yerdan kapelni shlangni katta bu yerda yana bochka turadi. Bochka turadi. Shundan kapelni shlangni ekkan vaqtda birdaniga u ham tarqatilib ketiladi. Hammasi qo'l mehnatidan yo'q bo'lyapti-da. Faqat piyoz ekmasdan yana nimalar eksa bo'ladi? Sholi debman. Sholi eksa bo'ladimi varsheta? Gusinsa-ku. Bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Bemalol. Sholi ekishdan oldin, u sholi ekishda birinchi suv qo'ymay shundaysiga eksa ham bo'ladi. Suv endi buning nimada yuradi endi uka? Men bu gaz qo'yib qo'yibsam, bu propanda yuradi. Propanda yuradi. Gap yo'q, gap. To'lgan baloni bilan 2,5 kun to'xtovsiz ishlay oladi. Mana shu holatda qancha ishlab topyapsan? O'zing. 3 million plus minus har xil. Aziz do'stlar, ixtiroga bir yaxshilab baho beramiz. Ko'rgazmadamiz, Sof Expo markazida. Ko'rgazmaga обязательно mana shunaqa yoshlarni taklif qilish so'rab qolgan bo'lardim, chunki ixtirodan bir o'rnak sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ukamiz 2 yildan beri harakat qildi. Men juda ham xursand bo'ldim. Ayniqsa yoshlarga ibrat bo'la oladigan bir chiroyli video bo'ldi. Imенно mana shu holatda bundan ham kelajakda bundan ham modernizatsiya qilish uchun ukamizni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Ayniqsa davlat tomonidan beriladigan katta imtiyoz kreditlar bu traktor uchun katta bir startap g'oya deb hisoblayman qishloq xo'jaligi bo'yicha. Albatta ukamiz o'zi uchun mehnat qilib, mana qaranglar, mahalliy texnik, mahalliy detallardan foydalangan, mashinalarning bo'lak-bo'lak qismlaridan foydalanib, imенно mana shunaqa texnika yiqqan. So'rab qolgan bo'lardim ukamizni podдержка qilib yuborishlaringni. Barcha mana shu videoni ko'rgan odamlar like bosib, komment yozib, imенно shu videoni ko'proq like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Tepadagi vazirlik, qishloq xo'jalik vazirliklar, prezidentimiz ham hattoki ko'rishini so'rab qolgan bo'lardim. Aziz do'stlar, video zo'rida yoqadigan bo'lsa, Sodiqjon ukamizga omad tilagan holatda videoga like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.